Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Yangi bir qatimda ochiq suhbat programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqun. Hurmatli qarindoshlar, hammaga ma'lum bo'lgandek, biz bu programmamizda har xil mavzularda, har xil mehmonlarimizni chaqirib kelib, diqqatinglarda har xil mavzulardagi suhbatlarni olib beryapmiz. Inshaalloh bugungi mehmonimiz qimmatli Turkiyaga ham mehmonimiz, bundan burungi har xil faoliyatlar bilan dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlar ekran yuzini ko'rgan bo'lsanglar, bugun Qirg'izistondan kelgan bir mehmonimiz Turkiyaga kelgan bu ziyorat sababli istiqlolimizni ziyorat qildi. Shuning uchun bu qimmatli vaqtdan foydalanish uchun o'zini ekranimizga taklif qilib, o'zimizning qarindosh ham qo'shni davlat bo'lgan Qirg'izistonda yashayotgan qarindoshlarimizning ahvolini bevosita o'zidan anglash uchun taklif qildik. Qirg'iziston Uyg'ur ittifoq jamiyati raisi hurmatli Artiq Hojim akamizni taklif qildik. Qimmatli vaqtdan chiqarib kelib berganligi uchun ko'p rahmat aytamiz albatta. Assalomu alaykum. Alloh razı olsun. Hurmatli Artiq Hojim akam, biz sizni albatta dunyoning har qaysi joylaridagi bo'lib da'vo ustidagilar hammasidek taniydi va xalqimizmi ta'qib qilganlar. Sizni tunjamda ekranda bo'lgan istiqlolimizdan ko'rganlar yoki bundan keyin ko'mash bo'lganlarga texnik yaxshi yaqindan tanish uchun o'zingizni biroz tanib o'tgan bo'lsa qoladi. Mening ismim Artiq, familiyam Hojiyev. Men Qirg'iziston Uyg'ur ittifoq jamiyatining raisi. Qirg'iziston biz Uyg'ur jamiyati Qirg'iziston xalq assambleyasining ichida o'zimizning ishimizni, harakatimizni qilib yuramiz. Buning endi bizning qilayotgan ishlarimiz bu Uyg'ur milliy bizniki san'atimizni, urf-odatimizni, tilimizni saqlab qilish. Shundaqlam Qirg'izistonda yashayotgan butun millatlarning shu Uyg'urlar shuning ichida do'stlikni kuchaytirish, har bir tarafda shu Qirg'izistonning faoliyatiga aktiv qatnashib, o'zimizniki shu milliy ishlarimizni yurgizganga bizniki shu xizmatimiz shu tarafdan bo'lyapti. Endi Qirg'izistonda bugungi kunda ofitsial statistik bo'yicha 58-60 ming Uyg'ur. Bizniki endi ko'proq shu Bishkek, Cho'y oblast, shunaqlam eng ko'p bizda O'sh oblast, Jalobod oblastida Uyg'urlarimiz yashaydi. Narin oblastlarda. Bizniki bugungi kunda Qirg'iziston Uyg'ur ittifoq jamiyati ittifoq gazetini chiqaradi. Bir programma, radio programmamiz bor. Tangirtaq sadolari haftada 15 minut chiqadi. Allohga shukr, bugun biz shu Qirg'izistonda qirg'iz tuqqan millat bilan bizniki ashada yaxshi yashab kelyapmiz. Bizniki endi qirg'iz tuqqanlarimiz bilan tilimiz bir, madaniyatimiz, urf-odatimiz, mazarimiz bir. Shuning uchun biz bir-birimizni turkiy millatlar bo'lgani uchun bir-birimizni yaxshi tushunib, yaxshi yashab kelyapmiz. Endi biz bugun shu Turkiyaga Qirg'izistondan 11 odam keldik. Birinchi biz nima uchun bu yerda biz ziyorat qilishga, mana sizlarni ko'rib ketaylik deb, bu yerda yashayotgan Uyg'urlarimizni ko'rib ketaylik deb keldik. Bu bizniki nimamizda kelgan odamlar bu yigit bishlar, ayollar komitetining raislari kelib, o'z ko'zimiz bilan sizlarni ko'rib, ziyorat qilib, sizlar bilan tanishib, suhbatda bo'lib, ishlarimizni birga yurgizish uchun bir-birimizni tanishib, bundan keyin texmi yaqin bir munosabatda bo'lishga deb mana bugun sizlar kelyapmiz. Rahmat. Ikkinchi savol tushdim burun qarindoshlar, bizni naq maydondan ko'rayotgan qarindoshlarimiz ekranning oldida chiqib turayotgan nomerlar orqali bizga bevosita naq maydonga bog'lanishinglar yoki har qanday savollaringlar bo'lsa so'rasanglar bo'ldi, men hamni ko'rib turman. Yoki ayrim uchur yo'llasanglar bo'ldi va ko'plagan qarindoshlarimizdan foydalanish uchun bu ulanishni ham baharlab qo'yishinglarni umid qilaman. To'g'ri haqiqatan hamda bizga nisbatan siz vatan tuproqlariga, vatan havosiga texnik yaqin bo'lgan chegarada Qirg'izistondagi qarindoshlarimizdan bilan yashayapsizlar. Siz hamda hozir kallamga siz javob berasiz. Hali ko'p sonda qarindoshlarimiz yashayapti, masalan Qozog'iston, Qirg'izistonda. Qirg'izistonning hammasi sizga o'xshashmi shunday gap qilamdi yoki tilini siz Qirg'izistonda tug'ilganmi
yoki keyin ijrat qilib chiqqanlardimi va tilini hammasi shunday saqlama yoki tilini yo'qotib qo'yganmi? Men Qirg'izistonda tug'ilgan. Tilni menga o'xshash biz saqlab keldik, ammo bizningki Qirg'izistonimizda bugungi kunda bir Uyg'ur maktabi yo'q, ya bo'lmasa bir 2 soat ona tili o'rgatgan. Biz o'sha harakatlarni qilyapmiz. Hozir Allohga shukr, hukumat bizning o'sha so'roq bizga iltimos qilganlarimizga harakatimizga yarasha bizga mushu nimani yaratib beramiz deb ruxsatlarni berishning oldida turyapti. Shuning biz shu vaqtda biz shu til tarafdan 2 soat ana tilini o'rgatishga shu Uyg'urlar kompakt yashayotgan yerlarda o'rgatsak yaxshi bo'ladi. Shuning biz harakat qilyapmiz. Alloh buyursa bu bir natijaga chiqib qoldi. Endi bizniki u yerda jamoatchiligimiz bor. Uyg'urlar u yerda hamsi bir kompakt yashaydi. Ko'pincha mana mahalla 25larimiz bor, ayollar komitetlarimiz bor. U yerda qanday desam bo'ldi, to'y-to'kim, nazi chiroqlar hammasi bizniki mana ko'pincha Uyg'ur o'zimizniki urf-odatlarimiz bilan shunday shug'ullanib kelyapmiz. Urf-odat orqali urf-odatlarni buzmasdan endi zamonaviy ishlarmi bo'ldi ekan. Ama biz bularni saqlab kelyapmiz. Allohga shukr. Bizniki oqsoqollarimiz, bizniki cho'ng-cho'ng, bizniki analarimiz mushularni unutmasqa o'zining harakatini qo'shib, aslini qo'shyapti. Shu Allohga shukr. Bugungi kunda yomon emas. Xo'sh. Ya Qirg'izistonga Uyg'urlarningki tunji qatim hijrat qilib chiqishi sizning bilsangiz qachondan buyon kelgan Uyg'urlar? Endi Qirg'izistonda Uyg'urlar burundan yashab kelyapti. Keyingi 1780-yillarda ikkinchi 1058-60-yillarda chiqqan mana Uyg'urlar oxirgi chiqqan. Shu 60-yillarda 58-60-yillarda chiqdi. Bugungi kunda mana ko'proq shu Uyg'urlarimiz endi shu vaqtda chiqqanlar necha mamlakat respublikalarga bo'linib ketdi-da, Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'izistonga. Shuning uchun g'oyiblarimiz mush Qirg'izistonda qoldi, ko'proq mush Qozog'iston, O'zbekistondan bor Uyg'urlarimiz ko'p. Turkmanistonda, Tojikistonda bu yerda oson bir Uyg'urlarimiz bor. Qirg'iz Uyg'urlarimizning ko'pincha qismi nima ishlar bilan, kasblar bilan shug'ullanadi? Endi Qirg'izistondagi Uyg'urlar bugungi kunda mana desam Qirg'izistonning gullashiga, Qirg'izistonning o'mlishiga, Qirg'izistonni dunyoga to'ntitish uchun ko'p o'zining aslini qo'shyapti. Bizning oramizda cho'ng-cho'ng professorlar, davlat organlarida bor. Davlat organlarida bor, deputat Jog'or Kengash, mana bizniki Oliy Kengashning deputati mana Abdulbar Xatajim bor. Bizniki cho'ng-cho'ng sportchilarimiz bor. Har bir dunyoda bizniki o'sha o'zini Qirg'iziston to'ntgan sportchilarimiz ko'p. Shundaqlam yozuvchilarimiz, rassomlar, hamma tarafda biz aktiv o'sha Qirg'izistonning yashashi hamda bir nimasiga o'zini to'ntilgan nimalarga hammamiz ko'rsatyapmiz, aktiv ko'rsatyapmiz. Biz bundan faxrlanamiz. Bu odamlarimizni faqat biz Uyg'ur xalqi emas, butun Qirg'iziston xalq biz Uyg'ur shu ko'rsatgan odamlarimiz bilan faxrlanadi. Onunla biz Xo'sh, endi shu boshimiz so'zlab o'tganlar qilmasam, bir Uyg'ur maktabimiz yo'q deb bu diqqatimni chekdi endi. Qozog'istonda masalan burun Qozog'istondan kelgan mehmonlarimizdan suhbat qildik. Xil ko'p sonda maktablar bor ekan endi. Qirg'izistonda bundaq Uyg'urlarni jiq bo'lgandan keyin ham bir mahallada yig'ilib o'tirgandan keyin buning ichilish imkoni yo'qmidi yoki Qozog'istonda to'g'ri tushunish kerak. Burundan tortib Sovetskiy Soyuz vaqtidan tortib bu bir O'rta Osiyoda bir Uyg'urlarning bir kultur sentri bo'lganda, bir madaniyat sentri bo'lgan. U yerda maktablar bo'lgan burundan tortib. Uyg'ur teatrimiz bor. Shuning uchun bu hammasi bir madaniyat sentri mush Qozog'iston Olmata bo'lib qolgan. U vaqtda chegaralar yo'q, bir Sovetskiy Soyuz, bir Sovet hukumati bo'lgan. Shunda bo'lganda. Endi hozir mustaqillik har bir mamlakat elib bugungi kunda bizning Qirg'izistonimizda masalan maktab, masalan Qozog'istonda 67 mi, 65 maktab. Onun O'rus, Qozoq, Uyg'ur, Qozoq, Uyg'ur ham 10 nechmi toza Uyg'ur maktablar.
Endi bu bizning Qirg'izistonimizda yo'q. O vaqtida bu Sovet vaqtida bu yo'qdi. Endi burunqi 30-chi, 18-chi, 40-chi yillari Uyg'ur maktablar bo'lgan ekan. Bizning arxivni ko'radi, o vaqtida bo'lgan ekan. Endi buni keyingi Stalinning vaqtlarida nimalar bo'lib yo'qolib ketib, bugun kungacha hozir yo'q. Endi bizga hozir maktab qilishga harakat qandaq chekmoqdik. Ama biz hozir bu balalarimizni kompakt yaşatgan, endi Uyg'urlar hamsi bir yerda yaşamaydi. Masalan 30 ming, 3 ming odamda, 5 ming odamda manda yaşab nimqankin, shu maktabda 50% yuqori, 60-70% yuqori o'sha o'qiyotgan balalarning ichida shu 50-60% Uyg'ur bo'lsa, vaqtida bir 2 soat o'zining ona tilini unutmasqa, o'rganishga bir harakat qilsak bo'ldi. Men shuni biz harakat qilyapmiz. Maktab qilish bu hozir xo'sh, qiyinroq. Endi siz raisligini o'tayotgan Qirg'iziston Uyg'ur ittifoq jamiyati asosliq nima xizmatlarda bo'ldi? Bu jamiyatingiz haqida bilasiz? Endi bu yaxshi savol. Biz masalan Qirg'iziston Uyg'ur ittifoq jamiyati bugun Qirg'iziston xalq assambleyaning eng aktiv jamiyatining birisi bo'lamiz. Bizning Qirg'iziston jamiyati o'sha xalq assambleyada 30 necha millat kirdi. Onun qancha millat? Assambley deganingiz nima endi? Bu assambley degan bu yerda Qirg'izistonda yashayotgan butun millatlar o'zining vakillari ashada o'tirdi, mana xalq saylagan, o'zining xalq saylagan vakillari ashada o'tirib, ashada o'zining idoradek bir yer. Ularning nimasi birinchisi o'zininki milliy urf-odatlarini, tilini, madaniyatini saqlab qolish, mushu harakatlar. Bir ikkinchisi mushu Qirg'izistonda yashayotgan har bir millatlarning do'stligini kuchaytirish. Qancha millat yashaydi Qirg'izistonda? Bu yerda bizda 33 hozir 33 millatning vakili. Endi shuning ichida Uyg'ur jamoatchiligi bir lider bir o'rinni oldi, Allohga shukr, bugungi kunda. Qirg'iziston Uyg'ur ittifoq jamiyati boshqa millatlardek ham ko'p faoliyatni o'tkazdi. U faoliyatlar har turli faoliyatlar. Masalan, bizniki o'sha til, madaniyat nimalarni o'tkazamiz. Bir, ikkinchisi ya'ni bugungi kunda mana bo'layotgan bir qanday xatarlik bir nimalar bo'lsa, shuni oldini olish. Bunday ishlarmi bor. Bularni oldini olish ishlarini qilyapmiz. Bugungi kunda mana biz qilayotgan xizmatlarimiz hukumat bilan shu assambleya baholanib, yuqori baholandi. Allohga shukr, bugungi kunda Uyg'ur jamoatchiligi Qirg'izistonda qanday yaxshi bir darajada turdi. Yani demek sizlar xalqning nimasini parlamentga yetkazganlar demek. Endi bu assambleyaning ichidagi vazifasi bu jamiyatlar xalqning fikrini, talablarini hukumatga yetkazadigan vazifa o'taysizlar yani. Unda gapingiz to'g'ri, men qilibman. Bu shunday bir organ, masalan, bizniki Uyg'urlarimizniki bugungi kunda problemalari ya bo'lmasa arzu bir so'raydigan bir nimalarni besh qilgan kunlarni biz mushu hukumatga topshirib yetkazib, hukumatdan masalan mushu millatlar ariq o'ziniki bir xizmatlari bo'lsa, ashuni xalqimizga yetkazib, ashuni bir ko'rikdek bir organda, ko'rikdek bir organ. Bugungi kunda mushu organ, endi men o'ylayman, Qirg'iziston xalq assambleya yaxshi xizmatlarni qilib, ko'zi ko'ringan xizmatlarni qilib, yaxshi ishlarni qilib o'tkazyapti. Xo'sh. Bilsam-da biz Uyg'ur xalqi tarixdan bilan tijoratga, nagvasi tijoratga ustalik bilan tunilgan O'rta Osiyoda shu Uyg'urlar bak tijorat qilyapti. Bizim burunda anlaytokmuşsun, Kırgızistan'da mı çoğu şu bazada bağışkerliği asas yetin şu ticaretini yükseltip ketip kalan Uygur keldi. Kırgızistan'daki ahval qanday mesela? Kırgızistan'da ahval yaxşı. Bugünkü günde Kırgızistan'ımız demokrat yolga mangan üçün bugün her bir tarafta adam hukuk bulamdı, ticaret bulamdı ya başka yaxşı ticaretçilerimiz köp, yaxşı yerlerde işleydi. Ticaretleri yaxşı bo'lyapti, Allohga shukr. Bozorlar bor, kafelar, restoranlar bor. Bu yerda endi bizniki tomoq oshlarimiz,
Uyghur kafeler, restoran qatqan bu Qırgızstan, Bishkekdeki, Qırgızstandaki bütün milletlerinin nimede yaxşı bir nimesi bada. Mesela şu tamak yeyişke, şu Uyghur kafe berişke hemisi kıldı. Girişke hareket kıldı. Hem halaydı da. Demişke tamağımız şunda bir tatlıq, her türlük tamakla boğandıkken Qırgızstan halkını yaxşı gördü. Yerlikleşip ketken şu yani vatandaşıp ketkenlerge qo'yamda bu nim desek şu vatanimizden yeni çıkan qardaşlarımız ya ikametlen turgan bular bir zorluklar var mı mesela? Qiyinchiliklar mesela. Yaqanda ikametli bilen turgan qiyinchilik özü kelip o öz boğuça azmaz bir vaqt ötüdü, til bolamdı ya bu şarayatga bu vaziyatga özünü to'g'ri kirishga bir vaqt o'tdi. Vaqt qiyinchilik har bir yerda bor. Endi Qirg'iz bilan Uyg'ur bir millat bo'lgandan keyin bu qiyinchilik nimarak? Osonroq o'tdi deb o'ylayman. Masalan, biz Yevropa boshqalarga borsak, til o'rganish bir narsalar qiyin bo'ldi. Bu yerda bir til bo'lgandan keyin, bir urf-odat, madaniyat ham nasib yaqin bo'lgandan keyin bu yengilroq deb hisoblayman. O'zlarim yengil undaq bu Qırgızstanның yaşashga o'tishga bular yengil. Tushundim. Hamda sormasdan o'taman, balki qarindoshlarimiz nima yezyapti. Ko'rguvchilarimiz ayrim uchur yo'llaganlar. Ba'zan bu oshkormas sizning kimda Qirg'izistonda bir jamiyatning ustida turayotganligingiz uchun so'rayotganda bir Madina bozori deb bir bozor o'xshaydi. Mesela bundan burun mesela Qirg'izistondagi mush bozordagi ba'zi qarindoshlarimizniki ba'zi bir nimaga uchrayotganligi, haqsizlik uchrayotganligi haqida bir xabarlar kelganda mush haqida bir so'rab baqsangiz buni deb tushunadi. Madina to'g'riliq demsiz? Bozor to'g'riliq. Endi biz Qirg'iziston xalqidan bakra o'zimizning shu bozorning egalari tarafidan zulm uchraymiz. Egilerimi? Bozorning egalari boshqarayotgan mesela Uyg'ur boshqargan o'xshaydi bu yana. Bizniki Madina bozorini uzoq zaman qurib, ishga tushirib, Qirg'iziston xalqi shundaq yaxshi ko'ngil bo'lsin, ba'zi shu qarindoshlarimiz o'zi burun chiqqan shu egalari masalan bizga shundaq taklif soldigan bu ishlarga yenimiz qilgan ishlar jiq deb shuni. Bozorning xo'jayin deb o'tamiz. Xo'jayin tarafidan biz Xitoy pasporti varlar-ku, har xil besimlar uchraydigan ishlar bog'liqini deb o'tamiz sizning so'rishingiz. Endi men to'g'risini desam, men uncha bu nimasini bilib ketmadim. Nimishga desangiz, men bilaman Madina bozor yaxshi ishlab ketyapti, uning xo'jayini ko'zi ko'ringan bizniki tijoratchi, bironqa deputat. U yerda ko'p bizniki vatandan kelgan bolalar ishlayapti. Endi biz endi ittifoq jamiyati bo'lgandan keyin endi vatanda buni to'g'ri tushunish kerak. Ilqama ishlar bo'lgandan keyin bu ittifoq jamiyatiga vatandagilar unchami nima qilib ketmaydi, bilsiz nima uchun. Shuning uchun bular bir o'zi bir nimadak makondak u yerga ish qilib munosabatimiz, aloqamiz unda qo'yiq yo'q. Vatan kirib chiqqanlar. Vatan kirib chiqqanlar. Bularni bir xatarlik bir yerga nima qilib qo'ymaylik deb, bular o'zimi uni xolmaydi. Endi buni bu yerda deyishganim bo'lib qoldi. Ular o'zim xolmaydi. Shuning uchun bu pasport orqali men haqiqatan mening bir informatsiyam yo'q. Ammo men bilyapman, necha yil meni chatdan anglab turmiz, ishlayapti, ko'ryapti, bu masalalar yechilyapti. Ama bu problemlarni men rostini desam, o'zim addelni bir nimalar keldi. Masalan, hozir burunga kirib chiqalgan bilan hozir kirib chiqish mumkin to'silib ketgandan keyin balki zo'rliqlar uchrayotgan bo'lsa kerak. Ya mana hozir bizniki bir ishlar bo'ldi, balki bir millatlar astola bir ishlar, ziddiyatlar bo'lganda biz aktiv qatnashamiz. U yerda shu pasport to'g'riliq endi bir qitim anglag'anim yo'q. Ama bizniki şu ilk burun mesela chet mamlakatdan kelib ishlaganlarni saqchilar manda tekshirish, anda bo'lgan bo'lsa, bu hozir bu boshqacha, endi bu hozir qanday desam bo'ldi, bu vaziyat boshqacha o'zgarib ketdi. Bu yerdagi hukumatni tushunyapti, saqchilar hammasi shu bir tuqqan o'zimizning Uyg'urlarimiz deb boshqacha endi qonunliq bir ishlar bo'lyapti. Endi ilk
andı sandı bunu doğru deyiş gerek de bir ilki düşenmezçilik ya bir kanunsuz bir işler da boldu emiyede. O da emiyede boldu. Onu biz hazır çıkarıp koysak yan toğramaz boldu. Ama onu boğan neslen onu şu madinlikle özü içidir. Ya bomsa biz kayrılgan bizge anda kayrılmaydı. Ama kayrılgan bolsa biz bunu özümüzün ittifak cemiyeti namıdan hükümet ofitsial hükümet bilen biz içki hareketimiz bizning hem nimemiz var hem kıvatımız. Başka meselelerni biz şu ziddiyat bir nesle bolsa biz bunu hükümet bilen içimiz. Evet, sizlerge basın buldu da kardeşlerimiz tamam. Köptün köp rahmet hem de bizningki Kırgızistan'dan bizning her günlük haberlerimiz, programlarımız muş Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan görünmelerimiz hakikaten bekçik. Çünkü inkaslarımızın %80-90% degidek şu yerlerden kildi hem de bazı oqanmay Google'dan tercüme kılıp kirilçek Rusça yazı çoğu inkaslarını tercüme kıldırsak hammasi şunda bizge rahmet etip kalan kıynaşımız bekçik hem de O'rta Asya'dan hakikaten Kırgızistan, Kazakistan'dan bekçik gördü. O kıynaşımızga tekrar salam yollaymiz. Artık hacim kam degendek agerde meseleler bolup kap kalsa cemiyet bolgan ekan berip ahvalinglarni desanglar hal olmaydigan hech qanday ish yo'q deb qaraymiz. Oxirdamda bizden kutgan qandaq talablaringlar bor. Sizdagi Qirg'izistondagi salamni ep keldingiz degan abay programma kirishdan burun biroz paranglashdik. Sizlarning kim bir cemiyetning beshi bo'lish sifatingiz bilan sizning talablaringizni biz bir anglasak. Birinchidan sizlar qilayotgan ishlaringizga cho'ng rahmat. Allah razı olsun. Bugungi kunda shu istiqlol televiziyoni bağ uchun biz ko'p axborotlarni, ma'lumotlarni bildigan bo'ldik. Ama bizningki O'rta Asiyodagi sizlarni ko'radigan yoshlarımızga mumkinchilik bo'lsa, mumkin o'ris til bo'lsa, bu texmi yaxshi bo'ladi. Sizlarni ko'proq audit nima odamlar ko'radi, bu natijasi yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Ikkinchisi sizlarga men utuqlarni tilayman. Alloh ish qilib yurlanglar. Mushundaq bo'layotgan, dunyoda bo'layotgan, vatanda bo'layotgan hamma narsani biz xalqqa hammaga yetkazinglar. Bu sizlarningki ham vazifanglar, ham majburiyatinglar deb o'ylayman. Biz sizlar orqali dunyoda bo'layotgan ishlarga ma'lumotlarni anglab xabardor bo'lamiz. Ham özümüzün qilayotgan ishlarini, bugunda bo'layotgan, vatanimizda bo'layotgan ishlarni hammamiz bilyapmiz, anglayapmiz. Bu sizlar orqali, sizlarning perdachinglar orqali bo'lyapti. Biz Qirg'iziston bo'lamdi, Qozog'iston bo'lamdi, Amerika, Yevropa bo'lamdi, yo Turkiya bo'lamdi, hammamiz bugungi kunda mushu ishlarni to'xtatishga, masalan, vatanda bo'layotgan ishlarni chapsanaqmishlar lagerlarni tarqatishga, Uyg'ur meselesini yetişmiş şundaq bir bizningki arzu havasimiz vatan to'g'riliq biz Allohdan tilaymiz. Shundaqlam sizlarga cho'ng rahmatimizni bildiramiz shularni yetkazgan uchun. Alloh sizlardan rozi bo'lsin, rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Albatta biz bu uzundan buyon shu jiqqisidan deganingizdek shu ruscha qilish taklifi jiqib berilyapti. Bizim bütün kuchimiz bilan shuni tayyorliqlarni qilyapmiz inshaalloh eng yaqin fursatda. Qirg'iz bütün O'rta Osiyodagi qarindoshlarimizga va rus xalqidan tortib hammasiga xitob qila oladigan. Chunki u yerdagi hamma xalqimiz ruschani tushunganligi uchun nurg'un insonlar. Buningga bütün kuchimiz bilan tirishayapmiz. Nurg'un fidoyi biz ismini o'qimaydigan qarindoshlarimiz bizning programmalarimizni, xabarlarimizni partlagan sukut programmalarini tanlab masalan tamamen ruschaga tarjima qilib ovoz berib taqibdi uni ham qarindoshlardan Alloh rozi bo'lsin. İnşallah programlarımızda, haberlerimizde, motion programlarımızda şu rus tiliga chiqarish uchun biz bütün kuchimizdan tayyorliqlarni qilyapmiz inshaalloh yaqin fursatda ruscha chiqish ehtimoli cho'ng inshaalloh. Bunga to'xtamay davom qilamiz inshaalloh. Ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat, aman. Rahmat ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun. Qadrli qarindoshlar, shuna qilib bugungi bu go'zal suhbatimizni Qirg'iziston Uyg'ur ittifoq jamiyati raisi hurmatli Artıq hacim Kön bilan o'tkazgan suhbatimiz mishada oxirlashdi. Inshaalloh yana bir qatorliq suhbatda ko'rishguncha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.